Ayol kishi uyda dam olib yotmaydi. U ishlaydi. Tushunishingiz uchun bu uning ishi. Erkak kishi esa uydan tashqarida ishlaydi. Agar siz uydan tashqarida ishlasangiz, dam olish uchun qayerga borasiz? Uyga. Agar siz uyda ishlasangiz, dam olish uchun qayerga borasiz? Uydan tashqariga. Ya'ni erkak ishlaydigan tarafda ayol kishi dam olishi kerak. Ayol kishi ishlaydigan joyda esa erkak dam olishi kerak. Shuning uchun ayolimga doim aytaman: dugonalaring bilan dam ol, birga qahva ich. Tushunamanki, u dam oladi. Do'konlarga borishadi, kafega borishadi, dugonalari bilan birga dam oladi. Tushunyapsizmi? Ayol kishi uyda dam olmaydi. Shunchaki biz erkaklar shunaqa o'ylaymiz. To'xta, men uyda dam olyapmanmi? Demak, sen ham uyda dam olasan. Shuni aytish kerakki, bolalar, uy ishlari, hattoki ham bu uning ishi, ayol kishining ishidir. Lekin shu bilan birga u ham dam olishi kerak. Shuning uchun ham o'z ayoliga dam olishi uchun sharoit qilib berish kerak.